O'zbekiston shok yangilik akalar, xudo xolasa reklamani birinchisini oldik. Niyatlarimga yetyapman. Oddiy qishloqda yashaydigan 20 ming so'mdan soch oladigan bola yugurib trendlar olamiz, semizlikka qarshimiz. Birinchi reklamani oldik jigarlar. Короче, son qilamiz. Juma kunlikda kech payt men reklamani qo'yaman, aktivni portlatamiz. 20 mingta obunachiga $100 ancha muncha odam reklama bermaydi, lekin aka shunaqa holat. Umrimda men katta ehson qilmaganman, qilgan bo'lishi mumkin 100 ming, 200 ming. Sen buka ehsoningizga sherik bo'laman dedi aka. Xudo xolasa yorib tashlaymiz reklamani. Sizlarga og'iz tuyishi mumkin, lekin 12 ta odamga kartasiga shu 100 ming so'mdan tarqatib qo'yamiz. Kech payt reklamani qo'yaman, aktiv bo'lamiz jigarlar. Rasa trendga chiqayotgan paytda 400 ming, 500 mingga reklama beramiz deyishga. Akam hozir haqiqiy muxlislarim qolgan paytda $100 beraman chin yuradi. Tarqating 12 ta odamga. Juma kunlikda ehson bo'ladi dedi. Bosamiz gazini aktiv bo'lamiz. Kim reklama bergan bo'lishi mumkin. Bosamiz jigarlar, kech payt reklamani qo'yaman. Kommentariyasida 12 ta odamga 100 ming so'mdan kartasiga yoki plastiki nimasiga bo'lsa tashlab beramiz. Bolg'a O'zbekiston bosamiz gazini. Kim bo'lishi mumkin $100 20 ming ta obunachiga ehsonga sherik bo'layotgan katta xoinimiz. Bosamiz gazini. Bu hali boshlanishi. Yugurib trendlar olamiz. Hammamiz Bolg'a O'zbekiston.